Shu 5 ta ayolni bugunoq ko'rigimga taklif qilgan bo'lardim. Birinchisi, bu menopauza davrida qindan qon kelgan ayollar. Hattoki bu bir tomchigina qon bo'lsa ham onkoginekologga yugurib boring. Ikkinchisi, bu ortiqcha vazni bor ayollar. Ayniqsa qandli diabet va insulin rezistentligi birga kelgan holatlarda bu ahamiyatli. Semizlik bu endometriy raki, ya'ni bachadon rakida eng katta xavfga ega bo'lgan holat. Uchinchisi, bu odam papilloma virusini yuqori onkogeni xavfi bo'lgan, ya'ni 16, 18, 31, 33 tiplari bo'lgan ayollar va bu ayollar agar shifokorga anchadan beri murojaat qilishmagan bo'lsa. To'rtinchisi, bu jinsiy aloqa davrida yoki jinsiy aloqadan keyin qonli ajralmalar keladigan ayollar. Ba'zi ayollar buni eroziya yoki shamollash deb o'ylashadi, lekin unday emas. Yugurib onkoginekologga boring. Beshinchisi, bu meni ko'rib turgan ayol va bu men haqimda emas deb o'ylab o'tirgan ayol. Siz o'zingizni sog' salomat deb o'ylaysiz va anchadan beri ginekologga murojaat qilmagansiz. Sizda yugurib ginekolog ko'rigiga keling.